Darsni oxirigacha ko'ring. Sizlar uchun ham maxsus bonus ham bor. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Sevinch Tolipova. Bugun sizlar bilan darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda guys, birinchidan nima uchun bizlarda vokabularimiz oshmaydi? Ya'ni bizlar so'zni bilamiz, ya'ni qandaydir esimizdan qolmaydi guys. Darsni ko'rishdan avval obuna bo'lishni unutmang. Bu video ozgina short bo'ladi. Bu video nima uchun vokabularimiz oshmaydi yoki eslab qolgan narsamizni taxminan 1-2 kundan keyin esimizdan chiqaraveramiz. Birinchi darsimizni guys, hozir sizlarga skeletini beraman. Birinchi bo'lib bizlarda guys vocabulary muammosini, ya'ni siz yodlaysiz, o'shani qanaqa qilib texnikasini bilmasligingiz mumkin. Ushbu videoda sizlar ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi bu bizlarda bo'ladiki guys, muammoga yechim hisoblanadi. Uchinchisi bu bularki bizlarda taqdimot bo'ladi. Va to'rtinchisi bu bo'ladiki bizlarda guys, darsning oxiri bu yerda sizlarga 17 ta darslik vocabulary va grammatika darsi qo'shib beramiz. Xo'p, taqdimotda sizlarga zo'r bizlarda offerimiz bor. Guys, oxirigacha tomosha qiling, bilib olasiz. Birinchi muammomiz bu ro'yxat bilan yodlash. Ya'ni so'zlarni bizlar ro'yxat qilib yodlaymiz. Men misol uchun 100 talab ro'yxat qilamiz, keyin uni yodlaymiz. Taxminan 1-2 kundan keyin esimizdan chiqarib yuboramiz. Taxminan emas, keyingi kuni pram esimizdan 100% chiqib ketadi. Va ikkinchi muammo bu bo'ladiki, stikerlar yordamida so'z yod. Buni siz kun bo'yi ko'rishingiz mumkin, lekin keyingi kuniga kelganda esingizdan chiqib ketadi. Va uchinchi muammo bu bizlarda bo'ladiki, har xil materiallardan foydalanish. Bu yerda guys, siz har xil materiallardan foydalanishingiz mumkin, lekin miya buni qabul qila olmaydi. Ya'ni keyingi kuni uni ham siz esingizdan chiqarib olishingiz mumkin. Keling sizlar bilan yechimni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Samarali yodlash uslubi bu bizlarda bo'ladiki, misollar bilan yodlash. Ya'ni siz birinchi bo'lib so'zni yozasiz va tarjimasini yozasiz. Keyin siz misol tuzib, keyin siz misol bilan yodlashingiz mumkin. Ya'ni miya 7 martadanoq eslab qolishi mumkin. Bu usulni bizlarda tadqiqotchilar ham aytib o'tgan. Ya'ni misol uchun siz adaptable degan so'zni bilmasligingiz mumkin. Bu bizlarda moslashuvchanlik bo'ladi. Buni siz 7 marta gap tuzib ko'rasiz. Misol uchun online learning is adaptable. Ya'ni online o'rganish adaptable. Ya'ni moslashuvchan. Va ikkinchi misol bu bizlarda bo'ladiki, online learning offers adaptability and accessibility. Bu tomonda siz accessibility so'zini bilmasligingiz mumkin. Va bu so'zning tarjimasi o'zgaruvchanlikdir. Xo'p, endi bu yerda bizlar 2 ta misol tuzdik. Shunday qilib siz yana 5 ta misol tuzishingiz mumkin. Endi sizlarni tabriklayman, shu yergacha kelgan bo'lsangiz, sizlarga yaxshi offerimiz bor. Ya'ni taklifimiz bor. Ya'ni bu bizlarda bo'ladiki, yangi kurs, ya'ni beginnerlar uchun. Agarda siz beginner bo'lmasangiz, elementary, ya'ni A2 bo'layotgan bo'lsangiz ham bu kurs sizga to'g'ri keladi. Birinchidan, bu kurs kimlar uchun? Birinchidan, xalqaro konferensiyalarga topshirmoqchilar uchun, ikkinchidan DTMga topshirmoqchilar uchun. Ya'ni DTMda bilasizlar, bizlarga grammatika kerak bo'ladi va vocabulary kerak bo'ladi. Uchinchisi bu bizlarda bo'ladiki, TOEFL imtihoniga topshirmoqchilar uchun. Bu kurs bizlarda 2 oy davom etadi. Birinchidan siz grammatikangizni zo'r qilishingiz mumkin. Ikkinchidan vocabulary, ya'ni so'z boyligingizni zo'r qilishingiz mumkin. Va uchinchisi bu bizlarda bo'ladiki, speakingingizni rivojlantirishingiz uchun. Va sizlarga plus 1 oy multi level uchun qo'shib beriladi kurs.
sizlarga offerimizni aytib o'tdik. Endi tariflarga kelayotgan bo'lsak, bizlarda ikkita tarif bor. Birinchisi bu standart va ikkinchisi bu premium. Standartga kelayotgan bo'lsak, 30 ta yozib olingan dars bo'ladi. Keyin 1 oy bizlarda sifr imtihon uchun yozib olingan dars bo'ladi. Va premium tarifida bu bizlarda bo'ladiki, men tomonimdan 30 ta yozib olingan dars va men tomonimdan 30 ta jonli dars va bu bizlarda bo'ladiki, haftada 6 ta dars. Bu darsni siz offline kurslarda ko'rmagansiz. Men o'zim shaxsan 6-sinfimda guys bitta olganman va hozirda guys simonlarni olib kelayotgan sizlarga buni tezroq natijaga erishish uchun guys bu darsni qildim. Men o'zim shaxsan guys ingliz tilini o'zi o'rganganimga 5 yil bo'ldi. Lekin sizlarga ozgina va tezroq bo'lishi uchun ham sizlarga 2 oylik kurs qilib beryapman, yana plus 1 oy guys. Bunaqangi darsni topa olmaysizlar. Hozir narxini aytsam hayron qolasizlar. Narxiga kelayotgan bo'lsak, standartda bu bizlarda bo'ladiki 3 oylik kurs, 2 oy bu bo'ladiki bizlarda ozgina fundament qo'yish uchun va keyingi 1 oy bu bizlarda sifr bo'ladi. Buni narxi 1.200.000 so'm bo'ladi. Va premium tarifiga kelayotgan bo'lsak, guys, bizlarda bu bo'ladiki 30 ta yozib olingan dars va 30 ta jonli dars, 6 ta haftada guys darsimiz bo'lib o'tadi va sifat nazorati pram zo'r ketadi sizlardan. Buni narxiga kelayotgan bo'lsak 1.500.000 so'm. Xo'p, endi guys, hozir o'tirganlar uchun ham yana bitta chegirma narxim bor guys. Buni ko'rganlar uchun va joy soni cheklangan, ya'ni 25 ta o'quvchini ola olamiz. Hozirda joylar to'lib bormoqda. Bizlarda guys hozir chegirma narxi qilib beraman. Standart guys 1.200.000 so'mida sizlarga 50% chegirmada 600.000 so'm qilib berdim. Bunaqangi kursni siz ko'rmagansiz guys. Keyin premiumda bizlarda guys 1.500.000 so'm edi. Sizlarga hozir yana 50% dan ham ko'proq foizdan guys beryapman. 700.000 so'm guys. Bu chegirmani qayerda ko'rgansizlar guys? Kursga yozilmoqchi bo'lsangiz guys, hozir men pastiga adminni qo'yaman. Telegram orqali Sevinch Tolipova supportga yozishingiz mumkin. Ya'ni bu bizlarda bo'ladiki, Sevinch Tolipova chiziqchasiz guys. Просто Sevinch Tolipova qo'shilgan versiyasi bo'ladi. Yana bitta aytmoqchiman, birinchi bo'lib sizlarga biza yozmaymiz guys. Bu agarda kimdir sizga yozayotgan bo'lsa, bu hacker hisoblanadi. Shuning uchun ham guys sizlar o'zingizlar yozinglar. Sizlarga batafsil guys admin o'zi ma'lumot beradi, ya'ni kurs bo'yicha. Endi sizlar bilan muhim joyga ham keldik, ya'ni bonus darslarga keldik. Xo'p, buni qanday olasizlar? Darsni olishingiz uchun, silkani olish uchun bizlarda mani profilimga kirasizlar, ya'ni YouTube profilimga kirasizlar va silki bo'limiga o'tib, u tomonda bonus darslar degan linkni ko'rishingiz mumkin. Agarda sizga dars yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Thank you so much guys for watching this video. Goodbye everyone. Take care guys. Bye. Take care.